Amerika hökuməti Uyğurlarını bastırış səbəbli 4 Xitay əməldariga embargo yürgizgandan keyin Xitay hökuməti döşənbə günü Amerikaga tang dərəcədə öç elish tədbiri qo'llanilganligini e'lon qildi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi Amerika Federatsiya Kengash palata a'zolari Ted Cruz va Marco Rubio, Amerika Xalqaro diniy erkinlik elchisi Sam Berumbek, Amerika Avam palatasi a'zosi Chris Semis va Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ma'muriy komitetiga munosabatli embargo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarni kutilish yig'inida Amerikaning Uyg'ur masalasiga chetishli Xitoy amaldorlariga embargo yurgizganligi haqida to'xtalib, Amerika tarafining yuqorqi harakati Xitoyning ichki ishlariga og'ir darajada xiloflik qilganlik, xalqaro munosabatlarning asosli prinsiplariga xiloflik qilganlik va Xitoy Amerika munosabatiga og'ir ziyon yetkazganlik dedi. U Xitoy tarafining ahvolining taraqqiyotiga qarata yanama ilgirlab inkas qaytaradiganligini bildirdi. Lekin u munosabatlik embargolarning tafsiloti haqida tushuncha bermadi. 9 iyul Amerika hukumati Xitoy Kompartiyasi Markaziy siyosiy byurosining a'zosi, Uyg'ur Avtonom rayonlik partiyasining sekretari Chin Changu qatorliq 4 Xitoy amaldori va bir hukumat organiga embargo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Amerika Davlat Majlisi 10 iyul Trump hukumatining Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiligi chetishliq yuqori darajali Xitoy amaldorlariga embargo yurgizish qarorini mamnuniyat bilan qarshi oladiganligini bildirdi. Shuning bilan birga Uyg'urlar haqida yana bir qonun loyihasi o'tirg'i qo'yish umidini ifodaladi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining tang huquqliq raisi Marco Rubio va Kengash palatasi boshlig'i James McGovern bu haqda e'lon qilingan bayonotida Trump hukumatining qarorining muhimligini, lekin to'limi kechikkanligini, shundoq bo'lsa-mu yanada qarshi oladiganligini bildirdi. Ular kishilarning majburiy emgakka selinishining oldini olish va majburiy emgak mahsulotlarining Amerika bozorlariga kirishini cheklash haqida to'xtaldi. Ularning aytishicha, 2 iyul 76 nafar parlament a'zosi Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Moliya ministrligiga bir maktub yozgan bo'lib, maktubda Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmon ayollarga qartilgan planliq tug'ut siyosati, majburiy bola tushirgizish, majburiy tug'mas qilib etish va majburiy emgak silish qatorliq jinoyatlarni sodir qilgan Xitoy amaldorlariga embargo yurgizish chaqiriq qilingan. Xitoy bilan Eron orasida muzokara qilinayotgan va putish oldida turgan bir kelishimning mazmuni oshkorlandi. Bu kelishim Xitoyning energiya va ul aslahalar qatorliq sohalarda Eronga milliardlab mablag' selishga yo'l ochadigan bo'lib, Amerikaning Eronga embargo yurgizishiga xirs paydo qilgan deb qaralgan. New York vaqt gazeti erishgan 18 betlik kelishim loyihasiga asoslanganda, kelishimda Xitoyning Eronga banka, telegraf, port, temir yo'l va boshqa o'nlagan o'xshash bo'lmagan taraflarda ta'sir kuchini zo'r darajada oshirishga yo'l ochilgan. Buningga qarshilik sifatida Xitoy kelgusi 25 yilda muqim bir shaklda bahosi tushirilgan Eron nefti sotib oladi. Kelishimda harbiy hamkorlikning kuchaytirilishi tilga ilingan. O'rtaq mashq va manevr, o'rtaq tadqiqot va qurol ishlab chiqarish, istixborot almashtirish jihatlaridagi hamkorlik ta'kidlangan. Egilinishcha, kelishim loyihasida millionlagan Eronlikning hayotiga ta'sir ko'rsatadigan aerodrom, yuqori sur'atli poyezd va metro qatorliq yuzlab qurilish turi bor. Xitoyning Erondagi Shattul Arabning Paris qo'ltig'iga qo'yilish eg'izidagi Abadanda va Kashim oralida erkin savdo rayoni qurish planlangan. Kelishimda yana 5 ul aslahalar qurilishi va internet kontroli qatorliq jihatlardagi hamkorliklar bor. Rossiya prezidenti Putin bilan Turkiya davlat raisi Erdo'g'anning Liviya va Suriya vaziyati, shundaqlar rayonlik masalalar haqida fikr almashtirganligi, tinchlik, bexatarlik va muqimlik uchun hamkorlikni davomlashtirish haqida o'rtoqlik hosil qilganligi bildirildi. Egilinishcha, ikki rahbarning telefon suhbatida iqtisod boshchiligida ikki davlat munosabati va Xitoy virusi yuqumiga qarshi hamkorlik qatorliq temalar muzokara qilingan. Rossiya taratqullarining xabar qilishicha, ikki taraf Suriyadagi o'ltiraq rayonning Ostona kelishimiga mos holda ta'sis qilinishining muhimligini ta'kidlagan. Ikki rahbar yana Liviyada to'qinishlarni to'xtatib, muzokara qanot yoydirish uchun diplomatik va siyosiy tirishchanlik ko'rsatish masalasida birdaklik hosil qilgan.
Birleşken Devletler Teşkilatı 2019 yılı taxminan 690 milyon kişinin açarçılıqda qalğanlığını, 2020 yılı Xitay virusu yuqumi sababidan 130 milyondan artıq kişinin asti xarakterlik açarçılıqqa duchor bo'ladiganligini bayon qildi. Rimga joylashgan Birleşken Devletler Teşkilatı organlari, Yemaklik va dehqonchilik tashkiloti, Dunyo ochliq programmasi, Xalqaro yezigilik taraqqiyot fondi, Birleşken Devletler Teşkilatı Balalar Fondi va Dunyo sahiyat tashkiloti birlikda tayyorlagan Birleşken Devletler Teşkilatı 2020 yillik Dunyo yemaklik bexatarligi doklati e'lon qilindi. Doklatga qaraganda 2019 yılı dünyadaki aç qalğanlarning soni 2018 yildagiga selishtirganda 10 milyon ko'payib, taxminan 690 milyon odamga yetgan. Doklatda Osiyoda ocharchilikqa qalğanlarning sonining eng yuqori ekanligi, ammo Afrikada ocharchilikning tez tarqalganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Doklatda aytilishicha, Osiyo ozuqliq yetishmagan odam eng ko'p qit'a bo'lib, ocharchilikqa qalğanlar soni 381 milyon ekan. Doklatda bu sonning Afrikada 250 milyon, Latin Amerikasi va Karib dengizida 48 milyon ekanligi bayon qilingan.